Aziz talabalar, hozirgi Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti jurnalistika va o'zbek filologiyasi fakulteti 1980-yillarda Toshkent davlat universiteti jurnalistika fakulteti deb shu dargohda biz o'qishni boshlaganmiz va 46 yil avval men sizlarning o'rinlarida birinchi bosqich, birinchi kurs talabasi bo'lib tahsil olganman. O'sha paytda xuddi hozirgidek mana ikkinchi semestrda bizlarga ham falsafa fanidan saboq berilgan. O'sha 46 yil avval menga saboq bergan ustozim, falsafa fanlari doktori, professor ustozimiz, juda bir donishmand ustozimiz, mehribon, bizlarga o'shaligi otalik mehri bilan bizni ulug'aytirgan ustozimiz Shodmonbek Azizov mana bugun sizlarning mehmonlaring. Mana hozir ustozdan ozgina shu bugunning falsafasi, dunyo falsafasi bilan payvastligi mavzusi doirasida ustozning fikrlarini eshitamiz. Marhamat ustoz. Avvalo aytib qo'yay, biroz oshiribroq tavsiya qildim. Mani universitetda ko'p ulug' odamlar ishlagan, hozir ham ishlaydi. Keksa avlodga mansublari ichida men ham borman. O'zlariga kelsak, biz yaqinmiz, birdamlashib ketganmiz. Ular inson. Qayerda kitob chiqqan bo'lsa, menga yetib keladi. O'qiyman. Ular qamrov katta, ijodda ham, hayotda ham, hatto talabalar bilan uchrashuvga ham olib borganman. Uchrashuvga olib borganimda, unda hali bu yerda ishlamasdingiz, ha? Yo'q. Qaysi kitob edi hali publisistikangizda? Adashgan qiz qismatimi? Yo'q. Jigarbandarmi? Yo'q. Shabada esgan hali. Adashib bo'lsa ham bundoq deydi, kelin bundoq deydi. Ha, jaydari hangomalar. Haligi tilimizdagi o'yinlar. Auditoriya shunday berilib eshitgan, o'zim ham so'rab yurardim. Shu zayildagi kitobni navbatdagisi qachon chiqadi deb. Ko'p qoniqish hosil qilganman-da. Universitetga ishga kirmasdan oldin ham oliy majlisda shu soha bo'yicha ishladilar. Men borib turardim. Bizga yaqin bo'ldi. Olimligi bu domlalarning ham olimlikni, ham jurnalistikani qo'shib boradigan ishi. Jurnalistlar odatda ikki sohaga bo'linadi. Agar olimlik yo'lidan ketsa, jurnalistika tarixidan va jurnalistika nazariyasi publisistikadan. Domlangiz esa qamrov shundayki, falsafa ham bor, bilimning boshqa sohalari ham bor. Hammasi holda qandaydir bir chetda turgan tadqiqotchi emas, odamlar ichidagi hammaga xayrixoh bir ochiq inson. O'zini o'zlariga sezayotgan bo'lsalaring kerak. Birinchi darsdan o'z bilinadi. Endi modomiki mani texnik masalada murojaat qildim, oldin chaqirib qoldi. Modomiki oldimizda talabalar turgan ekan, nimadir aytish zarurati bo'lib qoldi. Talabada aytdim, ayniqsa birinchi kurs ekansizlar. Men shu universitetda, Moskva universitetini bitirganman, falsafa fakultetidan. Jurnalistika fakultetidan Uchyonova degan ayol filosofskiy publisistikadan maxsus kurs o'qigan. Eshitganman jurnalistika kurslarini ham. İkinci dersimni shu fakultetda o'tganman, kechki bo'limda. Birinchi darsimni yurtdagi kechki bo'limida o'tganman 68-yilda. U yerda o'tirganlar ichida bilasizlarmi kim o'tirgan? Unda bilmagan, men uni kelajagini ham bashorat qilish hech qayerga ham kelmagan. Hali armiya generali Almatov turib o'tirgan. O Zokirjon Almatov general uchinchi kurs kechki bo'limda o'qigan. Ba'zan kelgan, ba'zan kelmagandir. Leytenantning kapitani bo'lgan vaqtda. Bu yerda esa ikkinchi kurslarga darsga kirganimda hozirgi xalq shoiri, xalq yozuvchilaridan men uchrashib yuradigan, yaqin aloqada qiladigan Usmon Azim, Erkin Azam, Halima Xudoyberdiyeva. Kechkida Jabbor Razzoqov, Azim Suyun bir yil oldinda. Xullas, jurnalistlarning katakonlari.
Halima Xudoyberdi va rahmatli opalari bilan uchrashuvimiz qiziq bo'lgan. Men Sovet O'zbekistoni gazetasi bosh muharriri o'rinbosari Jumaniyaz Jabborovning yoniga yurtdoshlik elimiz salonga kirib yallashib turganimda Navoiy teatrining yonidagi binoda bir etik kiygan simon yoki etik bo'lmasa kerak, etik boshqa vaqtda kelgan ekan. Bir qishloqqa devda qiz kirib keldi. Jumaniyaz akaga she'rlarini berdi. Jumaniyaz aka Halimaxon keling deb o'rnidan turib kutib oldi. Men ham o'rnimdan turdim, odam o'tish gazetani ikkinchi rahbari o'rnab turar ekan deb kuzatishdan keyin she'rlar pishar ekan, tanishishgan ekan, mumkin nashr darajasida bo'lganman, mumkin maxsus aniq qilib aytayotganim yo'q. Bir haftadan keyin o'sha gazetada surati bilan Halima Xudoyberdiyevaning she'rlari chiqdi. Tortadi o'ziga, jaydari qilib yozilgan. So'z o'yinlari emas, shunda ketgan. Abdulla Aripov qishloq shevasida yozgan she'rlari qanday yetib borsa, Halima Xudoyberdiyevaning ham xuddi shunday o'zini ruhida kelgan edi. Sirtdan o'qir ekan, kunduziga ko'chirdi o'qishini. Men pastga kirgan bo'ldim. Ana hozirgi xorijiy filologiya fakulteti yotoqxona edi, yosh o'qituvchilar turardi, men talabalar bilan ba'zilar turar edi. Halima opalarning o'sha yerda men birinchi haligi qishloqdan kelgan holatida, ikkinchisi talabalik vaqtida yaqin munosabatda bo'lganman. Favqulodda shoirlarda bo'ladi, umuman ijodkorlarda bo'ladi. Lekin yaqqol ko'rinadi. His bilan, qalb bilan bog'liq. Shu ijodkorlarning hammasi ustoz sizdan donishmandlik ilmini olib, asarlari yana ham firmona bo'lgan. Endi ustoz 46 yil avval menga saboq bergansiz. Bu orada mana hozir bir 20 dan ortiq kitoblarim chiqdi. Darslik o'quv qo'llanmalar qo'shganda bir 30 dan oshib ketadi. Yangi tandirdan uzilgan Vatan, millat, xalq madhi degan she'riy to'plam chiqdi. Sizga shuni hisobot sifatida topshiraman. Bergan ta'limingizga izingizdan davom izdoshlar bo'lib davom etaversin, ijodda ham, jurnalistika sohasida ham va albatta odamlikda ham. Yetuk kadrlar bo'lib ularni yetishiga sizni sababingiz bo'lgandan keyin menda agar 100% dan ortiqroq raqamda aytib bo'lsa, o'sha raqam deb aytgan bo'lardim, ishonch bor.